O'qituvchining uyida shunday qilganiga ishongim kelmayapti. Axir u Guhining o'qituvchisi, uyalmaysanmi? Sharmanda. Axir u hijolat bo'lmang deb aytdi. Bas qil. Uyat degan narsadan asar ham yo'q. Oyi, axir ovqatlanyapmiz. Bas qiling. Uzr so'rayman o'g'lim. Maktab jamiyatiga Yumina barcha tafsilotlarni oshkor qildi. Juda qiziq. 27-aprel. Uning qarashlari asal kabi shirin edi. Menimcha men o'ziga xos insonga aylandim. 29-aprel. Men janob Yumning pianinoga egilganini ko'rdim va ichkariga kirdim. Janob Yum, yaxshimisiz? Janob Yum, janob Yum, yaxshimisiz? Sen shu yerda bo'lganing uchun men yaxshiman. Hoy eshitding? U boshini ko'tarmasdan qo'lini uzatdi va belimdan tortdi. Aqldan ozdingmi? O'qishni davom et. Quyosh nuri xonani to'ldirdi. U pianino chalayotganda xona nurli edi. Pianinoni chalgan qo'llar menga yaqinlashganda ikki qalb birlashdi. Ular birlashdi. 30-aprel. Biz kinoga bordik. Kechki payt. Biz popkornlar bilan birga o'rindiqlarimizga joylashdik. Lekin yonimizdagi o'rindiqlar bo'sh edi. Janob Yum shivirladi. Bizni bezovta qilishlarini xohlamadim. Shuning uchun barchasini band qildim. Men sen bilan yolg'iz qolishni xohladim. O'sha kundan boshlab u mening yigitimga aylandi. Yigitim. Kinodan qaytayotganimizda uning mashinasida charchab uxlab qoldim. Biz deyarli uyga kelgandik. Mashina to'xtadi. Men uyg'oq edim, lekin ko'zlarimni ocha olmadim. Nega u meni uyg'otmayapti? Ko'zimni ochganimda xuddi hammasi tushdek edi. Uning burni yaqinlashdi va mening burnimga tegdi. Bu safar biz shunchaki qo'l ushlashmadik. Bu o'pich. Voy xudoyim, bu juda hayajonli edi. Agar bu buni fosh qilmoqchi bo'lsa, nega ko'proq e'lon qilmadi ekan? Dadam janob Yumning uyiga yetkazib berishni amalga oshirganda, Minaning u yerga kirganini ko'ribdi. Rostdanmi? U yerga tez-tezdan borganmi? Demak, hikoyaning keyingi qismlari ham bor ekanda. Men ko'rishni xohlayman. Nima, bu fantaziyami? Bu haqiqiy hikoya. Hazil emas. Kechirasan. Direktor xonasi. Menimcha bu uzoq davom etmaydi, shundaymi? Bugun biz musiqa nazariyasi haqida gaplashamiz. 128-sahifani oching. Nima, siz o'qituvchimisiz? Bu yerdan keting, siz axlat bo'lagisiz. Siz o'qituvchi bo'lishga loyiq emassiz.
Buni qilishim kerakmi? Yoki yo'qmi? 말까? Nima qilishim kerak? Maktabda tartibsizlik bo'layotganda qanaqa qilib topshiriq bajaramiz? Sen bizning guruh a'zolarimizga qara. Nega endi biz sizlar bilan bo'lishimiz kerak? Bu haqida menga ayt. Guruhdagi topshiriqlar jamoaviy bajarilishi kerak. Men buni qila olaman deb o'ylamayman. Men taslim bo'ldim. Jim bo'l. Sen shunchaki biz bilan birga bo'lmoqchisan. O'qituvchining aytishicha, bu ish faoliyatimizni baholashimiz bo'ladi. To'g'ri, 2 kun ichida topshiriqni bajarishimiz kerak. Kelinglar, biror narsadan boshlaylik. Hammasi joyida. Kelinglar, buni qilamiz. Guruhimiz albatta A+ bahosini oladi. Sen topshiriq nimaligini bilasanmi? Yo'q. Biz yutqazamiz. Biroz gazak iste'mol qilib oling. Buncha ko'p. Uyimizdan chiqqaningizda kamida 3 kilogramm birga qo'shib olasiz. Ajoyibmi? Xonim, sizga rahmat. Muammo yo'q, ovqatlanib olinglar. Sen esa juda chiroyli ekansan. Roman tahlili. Choi In-hunning Maydon romani. Sizlar hali ham shunga o'xshash narsalar qilasizlarmi? Bu yomon. Buning o'rniga nega internet romanlardan foydalanmaysizlar? Bular qiziqarliroq. Ajoyib fikr. Qarang, shoshiling va qidiring. Oyim Kumer muxlislarning birinchi avlodi. Oyim tavsiya qilgani uchun bu qiziqarli bo'lishi kerak. Hoy, sarlavha nima edi? Men o'qituvchi, sen talaba bo'lsang ham men seni yaxshi ko'raman. Bu yomon emasmi? Uf, men uni topa olmayapman. Hisob muddati tugaganga o'xshaydi. Hoy, men topdim. Bu shunday emasmi? Qani, ko'raychi. Ha, xuddi shunday. Qani, men ham ko'ray. 맞는 것 같다. 맞지? Hoy, agar u 2002-yilda yozilgan bo'lsa biz 우리가 1 yoshda. Aql bovar qilmaydi, u haqiqatan ham eski. Kesangning xotini? Bu menimcha Yun Kye-sang. G.O.D? Keksalar? Ammo bundan qanday bilding? Restoranda qo'shiqlarni eshitgandim. 우리 가게 흘러간 노래면 Bu yaxshi, bu adabiyot emas, balki realistik. 없는데 현실감 있어. Men portlagan stakan bilan tartibsiz xonaga yugurdim. Janob Iyumning egilib turganini ko'rib, oldiga yugurdim. Janob Iyum, yaxshimisiz, janob Iyum? Boshini ko'tarmasdan u qo'llarini cho'zdi va belimdan tortdi. Bu nima? Men yaxshiman. Sen shu yerdasan, demak men yaxshiman. Quyosh nurlari xonani to'ldirdi. Uning qo'llari qo'llarimga yaqinlashganda qalbimiz birlashdi. Biz kunduzi emas, kechasi kinoteatrga bordik. Kinoteatrdagi o'rindiqlarimizga popkorn bilan birga joylashdik. Lekin yonimizdagi o'rindiqlar bo'sh edi. Janob Im shivirladi. Bezovta bo'lmasligimiz uchun barchasini band qildim. Men sen bilan yolg'iz qolishni xohlayman. To'xtang, bu tanish emasmi? Bo'lishi mumkin emas. Buni hozir o'qiyapmiz-ku? Yo'q. 야, Bu Himinaniki. 그거 허민아. Sen haqsan. 맞네.